ikki kishi bir xil Ramazon ro'zasini tutadi. Bir xil haj qiladi, bir xil Qur'on o'qiydi, bir xil amallarni qiladi. Ammo ikkalasini yonma-yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi. Farqi nimada? Ularning biri xolis Alloh uchun amal qiladi, ikkinchisi riyo uchun. Odamlarning ko'zi uchun, odamlarni maqtov uchun. Astagfirullah. Havaylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'un al-ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lganki, ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalardir. Namoz o'qiydi, tursa yalqovlik bilan turadi, o'qisa odamlarning ko'zi uchun o'qiydi. Riyo, ixlos. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahu din" deb marhamat qildi.